O'zbekiston xalq yozuvchisi Mir Muhsin 1921-yil 3-mayda Toshkentda tug'ilgan. Yozuvchi 1942-yil Toshkent pedagogika institutini tugatgan. U Respublika radio qo'mitasida muharrir, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi kotibi, Sharq yulduzi, Mushtum va Guliston jurnallarining bosh muharriri bo'lib ishlagan. Ilk dostoni Qamar 1938-yilda nashr etilgan. Uning Vafo, Qadrdon do'stlar, Farg'ona, Vatandoshlar, Irmoqlar, Qalb va falsafa she'rlar to'plamlari bor. Birinchi she'riy romani Ziyod va Adiba. Ilk nasriy qissasi Jamila 1956-yilda e'lon qilingan. Mir Muhsinning Chiniqish, Degriz o'g'li, Chotqol yo'lbars romanlari o'zbek ishchilarining hayoti va mehnatiga bag'ishlangan. Mir Muhsin ijodida tarixiy mavzu muhim o'rin egallagan. Adibning Temur Malik romanida Mo'g'ul bosqinchilariga qarshi mardona kurashgan buyuk qahramonlar Sarkarda Temur Malik va Sulton Jaloliddin Manguberdilarning jangovar obrazlari yorqin aks ettirilgan. Mir Muhsinning Ildizlar va yaproqlar, Ilon o'chi, Turon malikasi romanlari ham bor. Mir Muhsin Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati, El yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Mir Muhsinning Temur Malik tarixiy romani 1986-yilda chop etilgan bo'lib, Mo'g'ullar istilosi davrida vatan ozodligi va xalq erkinligi uchun kurashgan tarixiy shaxs Temur Malikning jasoratiga bag'ishlangan. Temur Malik Xorazm Shoh Muhammad hukmronligi davrida Xo'jand hokimi, Jaloliddin Manguberdining yaqin safdoshi, Mo'g'ullar istilosiga qarshi kurash olib borgan sarkarda xalq qahramonidir. Asarda Mo'g'ul istilochilariga, bosqinchilariga qarshi mardona kurashgan buyuk qahramonlar Sarkarda Temur Malik va Sulton Jaloliddin Manguberdilarning jangovar obrazlari yorqin aks ettirilgan. Asar markazida Mo'g'ul bosqinchilariga qarshi mardonavor kurashgan, xususan Xo'jand mudofaasini boshqargan jasur sarkarda Temur Malik siymosi turadi. Roman dushman oldida tiz cho'kmagan, vatan sharafini himoya qilishda jonini ham ayamagan insonlarning qahramonliklarini ochib beradi. Asar 5 qismdan iborat bo'lib, Chingizxon qo'shinlariga qarshi kurashgan tayyorgarlik va qo'shinlarning tajovuzi arafasida Xorazm davlatining ahvoli, Muhammad Shohning zaif tomonlari va Jaloliddin va Temur Malikning faoliyatlari qalamga olingan. Asarda jasur ayol, Qorako'z bekaning qahramonona kurashlari shu darajada ta'sirli ravishda berilganki, u kitobxonni nihoyatda to'lqinlantiradi. Temur Malik ning Sirdaryo yaqinida mudofaa uyushtirishi uning yuksak harbiy mahoratidan, bilimdonligidan dalolat beradi. U sotqinlarning dodini beradi. Bu tarixiy janglar romanning Daryo jangi bo'limida mahorat bilan ifodalangan. Asarda Nigina obrazi orqali yozuvchi o'lim to'shagida yotsa ham vatanni unutmaydigan, yurt ozodligi uchun o'z boyligini ayamaydigan ayol timsolini beradi. Roman g'oyaviy va badiiy jihatdan puxta, unda salkam 700 yil ilgari sodir bo'lgan tarixiy voqea o'z ifodasini topgan. Asar yosh avlodda vatanparvarlik, milliy g'urur va ajdodlarimizga bo'lgan cheksiz hurmat tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Mir Muhsinning Temur Malik asari o'zbek tarixiy prozasining eng yorqin namunalaridan biri bo'lib qoladi.